oqibati yoki o'lim bilan tugaydi yoki jigar transplantatsiyasi, ya'ni jigar almashtirish bilan yakunlanadi. Doktor, o'rtoqlarim bilan kun ora aroq ichamiz o'tirishda, oxirgi paytlar o'ng tomonim og'rib sanchiydigan bo'lib qoldi. Kun ora spirtli ichimlik ichadigan bo'lsangiz, bu og'ir ahvollarga, ya'ni jigarda og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bunda jigar hujayralari gepatitlarni zararlanishi natijasida jigar fibrozga uchraydi hamda fibrozdan keyin jigar sirroziga olib keladi. Sizga tavsiyamiz, birinchi o'rinda spirtli ichimliklarni to'xtatasiz. Shu bilan bir qatorda gazli ichimliklar, har xil energetiklar, bioximik moddalar qo'shilgan har xil oziq-ovqatlardan cheklanasiz, achchiq, sho'rdan cheklanasiz. Har 6 oyda tekshiruvlardan o'tib turasiz. Bioximiya tekshiruvlarida ALT, AST, bilirubin, mochivina kreatin kabi tekshiruvlardan o'tasiz hamda OTT tekshiruvidan doimiy ravishda har 6 oyda o'tib turasiz.